14-zabur Dovud sanosi. Ey egam, kim yashaydi sening maskaningda? Kim makon topadi sening muqaddas tog'ingda? To'g'ri yurib to'g'ri ish qilganlar yashaydi. Yurakdan haq gapni aytganlar yashaydi. Boshqalarga bo'xton qilmaganlar yashaydi. Do'stlariga yomonlik qilmaganlar yashaydi. Qo'shnilarini haqorat qilmaganlar yashaydi. Razil kimsalardan nafratlanganlar yashaydi. Ey egam, sendan qo'rqqanlarni izzatlaganlar yashaydi. O'ziga zarar bo'lsa ham ahdida turganlar yashaydi. Qarz berib sudxo'rlik qilmaganlar yashaydi. Aybsizga qarshi guvohlik berish uchun pora olmaganlar yashaydi. Bularni qilganlar tinch omon bo'ladi.